Xan oğlum. Mahballarım. Badır oğlum, akıllık oğlum. Oğlum, xan oğlum qanda aviz, xan oğlum. Xan oğlum, xan oğlum. Xan oğlum. Omaq oğlum. Anlap bek suyundum, bek hoş buldum. Sizden faxrlandim. Xan oğlum. Canım oğlum. Kechalari to'nglab uyg'onib ketganimda to'g'ri qarab uzoqqacha xiyolga betib ketadigan bo'lib qoldim. Mo'ringiz aylanmi og'iryotamdi. To'nglig'ingizda putingiz yana chiqib og'irdimi opa? O'zimni turib vafosizdek his qilaman. Acaba ashim hurlarning og'rishida mening bir kishilik mas'uliyatim yo'qmi? 5 kiloluk unni ko'tarib 3 qavatlik balandpaydan chiqib bo'lguncha mo'ram toldi deb qaqshab ekanman. Siz bizlarni beqib cho'ng qilish jarayonida mo'ringiz qancha qitim talgan bo'lg'aydi opa. Amdilikda sizga yor yo'lak bo'lgudek, siz buyurgan unni qaqshimay achiqqudek bo'lgunimda qanot qiqib yiroqlarga uchib ketganimda qaramamdigan. Meni uzatqil chiqqan o kuni siz ichingizdan chiqarib kulgandingiz. Va peshonamga suyib turib, "Tirishing o'g'lim, qaysar o'g'lim" degan edingiz. Men kaynimga qarashdan o'zimni ep qochdim. Chunki qizargan ko'zlarimni sizga ko'rsatkim yo'qdi. Sizning qaysar o'g'lingiz bo'lgan boti emasmi, opa? Mana bugunlikda atrofimdagi kishilar meni yeziqchilikda talanti borkan, ovozi yaxshikan, fikri o'tkirkan deb maqtayotdi. Bu madiyalar sizga tava. Bularning hammasi sizga aytilgan madiyalar emasmi? Sizning menga bo'lgan cheksiz ishonchingiz bo'lmagan bo'lsa-ti, men bugun mushu jumlalarimni cheksiz minnatdorlik ichida yezib sizga suna olamdim, onajon. Atamning o'g'li bo'lish uchun men cho'qim utuq qozonmasam bo'lmaydi. Faqat muvaffaqiyat ushqunimda, natijalarga erishganimda, birinchi bo'lgunimda men atamning mendan mamnun bo'lgan chiroyini ko'ra oldim. Lekin atamdan hech qachon ranjimayman. Ranjishga maxluq emasman. To'g'risi, atamga cheksiz hurmatim va aytib tugatkisiz rahmatim bor. Shartlik muhabbat meni izchil mukammallikka intildirdi. Atamni rozi qilgudek o'g'il bo'lish uchun men to'xtamay tirishdim. Lekin siz dal mening shundoq tirishishimga madad bergan zotdirsiz. Agar sizning shartsiz muhabbatingiz talay qitim ümidsizlikning patqiga petib qolgan men uchun shoh bo'lib egilmagan bo'lsa-ti, men esildigan yer topolmay, allaburun u patqoqda tunjuqib qolmamdim, onajon. Ular mendan yeziqchiligingiz yaxshikan, nurg'un kitob o'qiganmisiz deb so'rayotdi. Yo'q. Nurg'un kitob o'qigan emasman. Lekin mening yozgan har bir parcha asrimni qo'lidagi ishlarni tashlab qo'yib, pashtamani elishqimi ulgurmay yanimda o'ltirib, astoydil anglaydigan opam bor edi. Siz bo'lg'achqa singdirgan ajrlari mavzusiz qolmaydi. Shuning o'zi men uchun eng cho'ng madad emasmidi, opa? Sovuq qish kunlari eshikni biroz ichib kirsa, guridi sovuq kirdigan. Lekin siz eshikni ichib kirganingizda nadimi sovuq shamol kirsin. Illiq kulimsirishingiz birla uy ichi yayrab ketadi emasmi? Bo'ling pushtoqlargacha. Men yayrab ketdim emasmi, opa? Necha kun atlasa, men 19 yosh kirdi ekanman. O'tmishimning batlarini varaqlig'imda eg'ir o'ksinib ketman. Ashu tunji batlarimdagi tunji harbimni, siz budruqqini qo'limni cheksiz muhabbatga to'lgan olqiningizni siqimlig'ingizcha yozg'izgan emasmidingiz, onajon? Men siz uchun hech nima qilib bera olmabdiman. U kuni siz
ko'zlarimga qarag'aningizcha sizni ko'rib otamni ko'rgandek bo'ldim degan edingiz. U kuni siz qalbimga mas'uliyat urug'ini chashqa edingiz. U urug'lar cho'nqur yiltiz tortib, bugunlikda mazmun daraxt bo'ldi. Pat arada meva berdi. Yupurmoqlar sizga soya bo'ladi, opa. O yupurmoqlarda soya qilib qachon kelasiz? Bugun sizning bayramingiz ekan. Bayramingiz muborak bo'lsin. Shuni bilmabdiman. Aslida men uchun siz yanimda bor har bir kun bayram ekandiq emasmi, onajon? Hayotimning ashsiz taymigan batlarini kelgusida qayta varaqlig'inimda yana eg'ir o'sin ichida qolmasligim uchun menga fursat bering. Teningizni asrang. O'zingizga kuyunib beqingchi biror qatim bo'lsinmi? Acaba sizning sog' salomatligingiz biz uchun eng cho'ng xo'shallik emasmi, opa? Sözümün oxirida har bir mehnatkash onlarimizning onlar bayramini qutluqlayman. Harmag'aysizlar. Farzandlaringiz uchun singdirgan ajrlaringiz mangu quruq qolmaydi. Men o'zini vijdon egisi deb o'ylaydigan farzandning bu gapimning rost ekanligini isbotlaydiganiga ishonaman. Sizni suyib, o'g'lingizdan